Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda O'zbekiston Superligasining 5 turi o'yinlari qanday o'tishini ko'rib chiqamiz va chempionatning eng ko'p gol urgan futbolchilarini eslab o'tamiz. Men bilan bo'ling. Chempionat to'purari Luz Kachori, Bunyodkor, 4 ta gol bilan. Sizni yaxshiroq bilishni istayman. Izohlarda qaysi shahardan tomosha qilayotganingizni va qaysi jamoaga muxlislik qilayotganingizni yozib qoldiring. Bu videoni har doim hafta oxirida qaysi jamoalar o'ynashini bilmaydigan va keyin natijalarni so'rab yuradigan do'stingiz bilan bo'lishing. Kanalga obuna bo'lishni va boshqa videolarimizni tomosha qilishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha